Şu yigit aeroport Sheremetyevoga keldi. Lekin bizga плохой новости. Yo'lda anaqa probka bo'lib biz kech qolyapmiz opozdanamiz 1 soatga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kim vinoat beradi shu momentga? Endi o'zi klientlar reaksiyasini ko'ramiz. Qani klient nima deydi? Endi u janjal qiladimi? Reysdan qolib ketdim deydi, nima deydi? Kim bu pulga qancha berganini sizlarga endi обязательно ko'rsatadi-da yigit. O'zi endi yigit. Shu yerda bironta klient bo'lsa, klientni taksi yigit bostirib ketaveradi. Если что, обращение qilaverasizlar. Короче, yetgan shu V6 kerak yani. O'zbekchasi V6 bilan borzingan qani nima deydi yigit. Yigitga hech nima demaydi. Yigit zakaz qilgan, klient nima deydi degan savol bo'ldi. На место ham bosh yigit, короче. Вот 2 коробка у вас. Да. Все добро. Конечно. Короче, zakaz berdi yigit. 1900 so'm berdi. Har doimgidek klient ishima degan yo'q. Spasibo огромное dedi. Animani klient ekan, по-моему. Shunga ishlaydimi adashmasam. O'g'li ketdi. Lekin menga bitta novosti bo'lsalarga o'z ko'rsataman. Indrayerdan ham zakaz olganmiz. Indrayer demay gazini beramiz. Iloji bo'lsa Indrayerdan shikoyat qilsalarni juda yaxshi bilaman, valla. Sog' bo'linglar.